uy quruvchilar lekin ochig'ini aytaman, menimcha dizaynerlar bilan ishlashmaydi. Tavbalar qorasi yo'q, boshqa nesdan olmayman deysiz, lekin yana Qanaqadir kattaroq summaga tushib qo'ygan joylaringiz bormi? aytaymi. Hop, tekinga olasizmi, ochiq oydin ayting yoki Katta konabela vazirlar. seryozni? Anu Proyekt olib ketgan, bahona qilib qaytarib bergani ham yo'q. dizaynerlar endi o'zi oyiga qancha pul topadi? Ko'rdi, klientga yo'qdi, albomni oldi, chiqib ketishyapti ofisimizdan. Pulich. Yevropa ham aboydan chiqib ketyapti, hech qayerda aboy ishlatilmayapti deb. O'shandan keyin qattiq stressga tushganman. Yo'q joydan shuncha bittada minusga kiriladigan tema chiqdi. Qimmat remont effektini beradigan narsalar qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? O'zbekistonda men uchun номер 1. Kim? Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Ancha yillik tanaffusdan keyin YouTube ga qaytdim desam ham bo'ladi. Agar meni ashaddiy kuzatuvchilarim bo'lsa, bundan 2 yil oldin YouTube da xuddi shunaqa loyihaga start bergan edim. U paytda ham sizga o'xshagan bitta dizayner bilan intervyu qilganmiz. Undan keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra bu narsa to'xtab qolgan. Xudo xolisa endi bu yangi kanalimda aynan qurilish mavzusida arxitektorlar bilan dizaynerlar, uy quruvchilar va hokazo mana shu qurilish sohasidagi hamma insonlar bilan keyingi videolarimiz ham davom etib ketadi. Bugun birinchisi mana siz bilan bo'lyapti. Bu yangitdan обновленный loyiha deymizmi? O'rtoqlar, hozirdan videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa sizlarga albatta manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Madina, o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz, kimsiz, qayerda tug'ilgansiz? Men Mustafa va Madina. Tug'ilgan yilni ham aytish kerakmi? Ya, uni aytmasangiz ham bo'ladi. Eramizdan avvalgi asr desam. Mayli, 94-yilman. Buxoro shahrida tug'ilganman. 2013-yili Toshkent arxitektura qurilish universitetida kirib, shu arxitektura muhitlari dizaynida yo'nalishida ta'lim olganman. Institutda o'qib yurgan vaqtimizdan 2-kursidan firmaga ishga kirib, uchastka proyektlari bilan shug'ullanib, men 4 yil, 5 yil uchastka proyektini qilganman. Keyin oradan universitetni bitirgandan keyin, u payt institut edi, hozir universitet bo'lgan. Arxitektura universitetini bitirgandan keyin 3 yil ishladim, keyin yana magistraturaga kirdim. U yerni bitirib, даже magistraturada o'qish davomida universitetda dars berishni boshladim. Shu ijod yo'limiz shundan boshlangan. Hozirda Mades dizayn studiyasini asoschisi va rahbari. Ana kuni sizni o'sha studiyangizga iftorlikka bordi, Instagramda kuzatuvchilar menimcha bilishadi. U yoqda adashmasam shu 5 ta 6 ta bola bor edi. U hammasi sizni shogirdlaringizmi yoki siz bilan baravar ish qiladigan? Yo'q, ular ishchilarim. Har bittasini o'zini vazifasi bor, rabotchikachi bor, обмерщик bor, vizualizator bor, dizayner bor. Ular hammasi ishchilar, shogirdlar hozircha 3 ta. Bitta qiz, 2 ta o'g'il. Ular ikkitasi Revitda tayyorlayapmiz. Bittasi dizayner sifatida. Shu. O'zi men sizchi Instagramdan bir 3 oy shu oralig'i, endi aniq esimda yo'q, ko'rib qolgan edim. Qanaqa? Bilasiz, reelslarni ko'rib o'tirasiz. Menga qiziq bo'ldi-da o'sha narsani. Xudo xolisa podkastda so'rayman degan edim, hozir so'rayman. Bitta obyektga bordingiz, ya'ni korobka holatidagi kvartira bordingiz, ya'ni planshetingizni ochib turib, qanaqadir programmada bundoq qaratyapsiz-da. Bu yoqdan planshetga ko'rayotgan odam уже kvartirani tayyor holatini vizualniy deydimi? Bundoq qo'yasiz, ikki tepalarga bundoq qo'yasiz. Полный готовый bitdi-da. O'sha programma esa qiziq bo'ldi. Endi men ham ko'p uylarni obzorlarini qilib ko'rsatib yuraman, har xil obyektlarda yuraman. O'shanaqa bir kontent qilgim kelib qoldi-da. O'shandan keyin o'sha siz videoyingizni ko'rib, sizni kuzatishni boshladim. Qanaqa ishlar qilasiz, nimalar qilasiz? Uni birinchi mana mavjud holatini borib o'lchaymiz, AutoCADda chizamiz, keyin Maxda dizaynini yaratgandan keyin mana birga bir yaratiladi o'sha joyiga nisbatan.
uni keyin Kula dasturiga olib kirib 360 gradusga aylantirib ko'rsatamiz. Ya'ni u internetdan olib yoki sun'iy intellekt emas, u noldan yaratilgan hammasi. Men o'yladim, masalan deylik, bitta shunaqa priложение bor bo'lsa kerak. yo'q, uni Shuni tayyor- kamerani yoqdingiz, yo'q. o'zingizga mos dizayn deylik, minimalizm yoki klassika shunda o'shani bosib turib, bundoq korobka holatdagi uyni devoriga qaratsangiz, Yo'q. shunda o'zi avtomatim ko'rsatib beradi deb o'yladim-da. Noldan har bittasi modelinga qilingan, modellar yasalgan, tekstura berib Uni polностью mehnat ko'p qilib ekanda. Shunaqa. Mehnat ko'p ekanda. Demak, ana AutoCAD, 3D hammasida obdon yasab olib, keyin uni hammasini Protsessni keyin nima Kula qo'shib programmasiga olib kiramiz, keyin xuddi shu holatda keltiriladi. Xo'p, qarang, menimcha siz ham ko'rgansiz u videoni. Anunda ham bir gaplashdik iftorda, dizaynerlar bilan bo'lgan voqea esladingiz. O'zim korobka uchastka sotib oldim-da. Endi shu sohaning ichida bo'lganimdan keyin maqsad uni podключ bitirib sotish. O'zim yashayman deb olmaganman buni, ochiq oydin ham aytaman podpischilarga. Hozir ham o'zim Instagramimda ko'rsatib qo'yaman, paytab proses jarayonlar qanaqa qiyinchiliklar, nimalar bo'lyapti. O'sha yerda bir kun bordim uchastkaga. Bordimda deyarli 60-70% malyarka ishlari tugab qolganda istora oldim. Qanaqa mazmunda? O'rtoqlar, mana uchastkamiz bitib qoldi. Agar o'zingizlarning qiziqishinglar bo'lsa, mana shu sohada vaqtinglarni ajrata olsanglar, o'zingizlar xarid qilgan korobka uchastkani yoki mayli deylik kvartirani hech qanaqa dizaynersiz, hech qanaqa prorabsiz ham qilsanglar bo'ladi deb gapirdim-da. Ketidan dizaynerlarning ishiga qarshi emasman degan joyimni ham gapirib o'tdim. Men o'zi sizlarning ishingizga qarshi emasman yoki dizayner prorablarni yomonlash maqsad bo'lmagan. Shunchaki o'zimni tajribamdan kelib chiqib bu narsani aytgan edim. Endi men 4-5 yildan beri shu paytgacha bir 2000 tacha uyga kirib chiqqanman-da, yangi qurilgan. 2000 ta balki undan ko'p. Instagramda postimni o'zi 1800 ta bo'lsa kerak. O'zimni tajribamdan kelib chiqib qilayotgan uchastkam mana shunaqa gap gapirdim. Ba'zi bir odamlar buni ba'zi bir joylarini qirqishdi, kesishdi, negativ fikr bildirishdi. Shunaqa mazmunda bildirishyaptiki, xuddi men dizaynerlarni, prorablarni umuman kerak emas deb o'rgandayman. Chunki meni storamni ko'rmaganlar u videoni ko'ryapti-da, uje negativ fikrda bo'lyapti. Endi sizni fikringizni eshitmoqchiman-da, qarang. O'zi masalan deylik, men qurilishni tushunaman, tushuncham bor. O'zimga xos, masalan, o'zimga yoqadigan dizaynni ustalar tomonidan qildirishim mumkin. Dizaynersiz, prorabsiz ham shu ishni qilish mumkinmi yoki 100% shu dizayner prorablarga murojaat qilish kerakmi hozirgi kecha kunduzda? Qanaqa bo'lgan bo'lardingiz mana shu holatda? Siz videongizni ko'rdim. Agar shu sferaga yaqin emas odam bo'lsa, albatta murojaat qilishlari kerak. Lekin elektrika ishlari bor, santexnika ishlari, patologni qanday qilish, texnik joylari, masalan, har bittasi individual o'sha klientni xohish istaklariga asosan qilinadi. Agar u sferada bo'lmasa, yo'qda boradi, masalan, aboy qildiradi, eng oson devorni kamchiliklarini yashirish yo'li o'zi dekorativ shtukaturka aboy qilishadi. Masalan, bozorga boradi, kravat oladi, qo'yadi, voy, mana bu chiroyli ekan, lyustraladi. Ko'rib turganingizdek, eklektika, ya'ni aralash stil kelib chiqadi, estetik chiroyli ham emas va bir-biriga uyg'un emas. Masalan, elektrika masalasida ham oshxonani o'zi biladiganchalik mana olib kelaman deydi, vitichkaga rozetka rozetka qo'yib ketmaydi yoki холодильник yoki boshqa ozgina texnik taraflarida oqsoqlanishi mumkin. Aynan shu kamchiliklarni oldini olish uchun oldindan elektrika chasti qayerdan o'tadi, qayerga nima qo'yiladi, даже mana oddiy kichkina sanuzelga hamma narsani sig'dirish imkoni bor. Biz ham mijozimiz keladilar, ko'rsatib beramiz. Masalan, ergonomik qonunlar asosida joylashtiramiz. Harakatlanish qulay bo'ladi, qo'l yetish, hamma narsalarni inobatga olib qilinadi. Voy, bu yerga shuncha narsa sig'di, qo'yilman o'ylagandim, sig'maydi yo boshqa. Demak, kichkina joylarda ayniqsa dizayner, mutaxassis, prorab, arxitektorlar hammasi o'zining точка зренияsi orqali standart asosida uni loyihalashtirib dizaynni qilishi tavsiya etiladi.
agar yo'q degan taqdirda ham o'zim qilaman remontini degan taqdirda ham bir tendensiya bilan tanishib chiqish kerak. Mana hozirgi kunda yaxshi blog olib borayotgan dizaynerlar o'zbekistonlik yoki mayli saytdan ko'raman desa Pinterest saytiga kirib 2024-yil interyer dizayniga nima deydi tendensiyaga chiqqan stillardan xabardor bo'lib qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, qarang, agar umuman qurilishda nol tushuncha bo'lsa, umuman deylik sohasi avtomobil sohasida yoki boshqa masalan deylik o'qituvchi bo'lsa, qurilish ichida sferasida yurmagan bo'lsa, u katta xatolarga olib keladi. Shunday. Ertaga ko'p rasxod qiladi. Shunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Mana biz nimani hisoblab beramiz, yana necha metr kvadrat kafel, parket, nima ketadi, даже kraska qancha ketishi devordagi malyarshik uchun hisoblab beramiz, rangini tanlab beramiz. Biz mijozni ishini ancha oson qilamiz. Ortiqcha ham olib qo'ymaydi, kam ham olib qo'ymaydi. Va shu oxirida albom topshirganimizdan keyin taxminiy smetasini hisoblab beramiz. Ya'ni mebelchikka hisoblatamiz, polni, masalan, mijozga aytamiz, mana bunaqa segmentda ishlaydigani bor, o'rtacha narxda qimmat yoki nima. Qaysi biri aytamizda, "Yo'q, menga sifatli bo'lsin" deydi. Har doim odam remont qilmaydi-ku. Yaxshi sifatli remont qilish kerak bo'ladi. O'shalarning hammasini price-ni chiqarib beramiz, albom tayyor bo'lgandan keyin. Mijoz ko'radi, mana bunisi, menga shunisidan nima qiling. Lekin mijoz boshini og'ritib o'tirmaydi, uni realizatsiyasi, qayerdan nima olay. Faqat boshni qotirishi nima? Dizaynga aloqador bo'lgan o'zini istaklarini aytish. Dizaynerga berib qo'ygandan keyin o'sha dizayner o'zi hozirgi kundagi vazifasi deylik uyga qanaqa kraska olishdan tortib, qanaqa sim olish kerak, kulcha atirlarni qayerdan olish kerak, bu masalalarni ham hal qilib beradi demoqchisiz. Boshini ortib deylik, qaysi do'kondan olaykan uni, qaysi bozordan qidiraykan buni, unaqa narsalar bo'lmaydi. Demak, sizlarda mana dizaynerlarda hamma narsani kulchlari bo'ladi, ya'ni qayerdan qanaqa nima olishi aniq, tiniq sizlar srazu. Hatto birinchi qo'lni ham bilamiz. Qayerdan masalan olib sotarlar emas, birinchi qo'l aytamiz, "Mana bu joydan oling." Mijozimiz postoyan xursand bo'lishadi. "Rahmat, yaxshi ham sizlar bilan ishladik. Ancha o'g'rim yengil qildinglar" deb. Shunaqa. Demak, umumiy tushuncha hozir bu savolda agar umuman tushunchasi bo'lmasa, murojaat qilgani Shunaqa. katta foyda bo'ladi. Rasxodlar, xatoliklar bo'lmaydi. Xo'p, endi tushunchasi bo'lsa, o'zi qilishini maslahat bergan bo'larmidingiz? Tushunchasi bo'lsa, mayli qilsin. Endi hammani ham baribir budjet har xil bo'ladi. Gapni ochig'ini aytish kerak. Mana hozir kecha kunduzda siz shu sferani ichidasiz, necha puldan necha pulgacha qilinyapti. Dizayn. Deylik, menda 100 kvadrat metrli kvartiram bor. Menga necha pulga tushadi dizayn proyekt polniy bitqazish? Proyektni o'zimi? Endi proyekt deganda qanaqa aytmoqchiman? Polniy devorlar qanaqa rang bo'lishi, qayerda qanaqa rangli kulcha atirlar turishi, qayerda qanaqa stol, mebel, televizor. Narxida aytaymi yoki ko'cha narxidami? Endi sredniy klientlar, men tasavvur qiling, men hozir klientman, necha pulga qilib berasiz? Madina, mana shu joyimizni qilish kerak deyapman dizayn. 100 kvadrat. Da. Bizda hamma dizaynerlar har xil narx qo'yadi. Bizdagi narx 100 metr kvadratdan pasti $20 ishlaymiz. 100 metrdan tepasi 15-18 dollar. Sizniki 15 ga tortmaydi, nimaiki 15 ni uchastkalarga, katta 200 metrdan tepa joylarga skidka asosida qilamiz. Demak, 18 dollarlar bo'ladi. Ana ob'yom bo'lsa arzonroq bo'ladi deydi. Shunaqa. Ob'yom bo'lsa kelishtiramiz. Uchastkalarda, masalan deylik, 2 qavatli uchastka bo'lsa, bitta qavatini o'zi 100-200 kvadrat bo'ladi. 2 qavatli, plus yana podval, 300-400 kvadratga chiqib ketadi. Unaqalarga 15 dan bo'ladi. 15 o'rtacha. Uni ichida hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa. Keyin anunda o'zingiz aytdingiz, $100 ga ham qiladiganlar bor ekan. Yo'q. Mana aytdimmi? Esla olasizmi? Shunaqa anaqalar ham bormi dizaynerlar? Bo'lsa kerak. Menimcha student bo'lishsa kerak.
Yo'q. tajriba qilish uchun. Mana hozir kvadratini Ah, 15-20 kvadratimi? deyapsiz. Da. Men kvadratini $100 umumiy. deyapman. Yo, umumiy emas. Da, bor shunaqa dizaynerlar. Bormi? Bor. U kimmi? Qanaqa u dizayner? Temur aka. Temur aka Toshkentdami u dizayner? O'sha mavzuni ham menimcha obunachilarga qiziq bo'ladi. Ochib ketsak. U kishi juda ham серьезный klientlarga. Qanaqa klass qilinadi ular? Endi premium klassligi aniq. Katta bo'lib vazirlar. Серьезный. Anu korolevskiy segmentga xizmat qiladi. segmentda. Ularni butun dizayner olamidagi hamma taniydi, lekin eng qizig'i ular profil yuritmaydilar. Instagram profil yuritmaydilar. Mediada yo'q. Yo'q, mediada umuman yo'qlar. Ishlarini ham qo'ymaydilar shu darajada. Tushunarli. Nimaiki unaqa klassdagi odamga xizmat qilganlarni publikaga chiqarishga ham qo'yishmaydi. No, ko'rganmiz ishlarini. Dizayner orasida hamma biladi. O'zi mana shu qarang, mana yerda ham hozir savol tug'ilyapti-da. Mediani qanchalik ta'siri bor? Ya'ni reklamalarni, xususan Instagramni o'zini yurg'izishi. Mana shu imini sizlarning sohangizda siz deylik Instagramni yurg'izishingizdan oldin qanaqa holat bo'lgan? Instagramni hozir yurg'izib, o'zingizni blogingizni olib chiqib qilgan obyektlaringizni ko'rsatib borasa, yangiliklarni qanaqa tafovut bor? Tafovut, masalan, avval meni tanimaydiganlar, bilmaydigan, xabar yo'q odamlar o'sha ko'rishni, bilishni boshlashdi. Har doim ham sarafonli marketing xizmat qilish bilan birga yangi auditoriyani o'zingizga jalb qilishingiz ham to'g'ri keladi. Mana siz ham media yuritasiz, olib borasiz, yangi klientlar, yangi kontentlarga keladi. Bizda ham xuddi shunaqa kontent yuritishganimizdan keyin odamlar qiziqib obuna bo'lishadi va sizga o'xshab 3-4 oy kuzatishadi. Qani bu ishonchlimi, ishonchli emasmi? Ko'rishadi, что biz realniy obyektlarga chiqamiz, o'lchaymiz, dizayn yaratirish jarayoni, uni realizatsiyasi bitdi. Yana albom topshiryapmiz. Bular qo'rqitmasa bo'ladi, ishonib topshirsa bo'ladi deb sirad aloqaga chiqishadi. Kelishib nima qilamiz? Mana o'zim shunaqa Instagramga yuritgan zubnoga ishim tushdi. O'zim nima deydi? Ishini avvaldan qo'yib, do'y poslilarini ko'raman-ku. Ishonchim hosil bo'ladi, yo bunga odamga ishonsa bo'ladi. Yuritmasdan, hech narsa qo'yilmasa, ishini qayerdan bilasiz, qanaqa ishda topshiradi. Xuddi shunday mana do'y poslilarini qo'yib, o'zlari usta malaka oshib Germaniya, Fransiya, boshqa davlatlarga borib, nima qilgan, ilm olgan zubnoyga ishonib topshirdim. Demak, mediani nimasi mijoz kelishidan o'zingizni ishingizni, bilimingizni va qilayotgan ishlaringizni ko'rsatib borishingiz juda muhim. Xo'p, endi qarang. Instagramda to'g'ri, hozir hamma bitta gap bilan aytganda o'zini chiroyli hayotini ko'rsatadi. Xuddiki qilayotgan ishi uniki pro daraja deb o'ylaydi. Aynan dizaynerlarning orasida ham shunaqa bor. Deylik, Instagram yurg'izayotganlar juda ko'p, podpischiki ko'plari ham juda ko'p. O'sha podpischiki juda ko'p bo'lganlar hammasi ham zo'rmi yoki faqat u podpischikda ko'rinadimi zo'rligi? Bizning sferadagi dizaynerlar hammamiz podpischkiga emas, ishiga qaraymiz. Oramizda gaplar bo'ladi-ku, masalan, texnik taraflama yoki dizaynni zamon bilan nima qilishi, sachtaniyasi hammasini asosida qaraymiz. Balki tashqaridan kelgan odam podpischkiga qarar. Lekin biz ishiga qarab uni professional yoki no professional deyishimiz mumkin. Bor shunaqalar, aytayapman, podpischkigi yo'q, yuritmaydi, lekin ishi zo'r. Bu umuman ahamiyati yo'q zo'r bo'lishiga. Lekin zo'r bo'lsa, samo собой sekin-sekin ko'tariladi. Yaxshi nimasi ham bo'ladi. Baribir yaxshi ish qiladiganlarni demoqchisiz. Instagrami bo'lmasa ham baribir klienti bo'ladi. Bo'ladi. Har doim ish bo'ladi. Shunaqa. Men sizni bilasizmi nimaga chaqirganim yana bitta sababi, bu endi birinchi video bo'layotgani uchun. Mana o'sha 2 yil oldingi birinchi dizayner qiz bilan qilgan videoyim chiqqanda, endi u unaqa ko'p ham ko'rilmagan, bir o'zimizdan auditoriya ko'rgan YouTube'da kommentariyasida shu bir 5 tami 6 ta odam komment yozgan. Men endi videoning oxirida aytganman-da. Keyingi videoda kim bilan video qilaylik, yozib qoldiringlar deganimda Madina, Mades deb yozishgan ekan.
realniy Zo'r. yozishga men sizga hali o'shani skrinshotlarini tashlab qo'yaman. Bizda muxlislar ko'p lekin. Lekin men qoyil qoldim o'sha 2 yil oldin ham sizni o'zi Instagram qachon ochgansiz? Yuritishni? Tak. Ancha bo'ldi. 2017 lekin Modest profilini 2-3 yil bo'ldi. No 2017-yili Madina dizayner, birinchi profilim Madina dizayner edi. Endi keyin maslahat berishdi, что Rebranding qilgansiz. yangi Modest. ochdim. Yo'q, yangi profil ochib. Yangi akkaunt ochib. Modest qilaman. Modest nomi bilan. Madina dizayner, designer. Modest bo'ldi keyin. Qisqartirib. Demak ham qisqa, ham esda qolarli nom topilishi kerak edi. Keyin shunaqa. Xullas o'sha kommentni endi eski videoyimni ko'rdim-da. O'zi qanaqa bo'lgan, nimada kamchiliklar bor. Endi o'rtoqlar qanaqadir xatoliklar, kamchiliklar bo'lsa uzr, chunki buni men endi boshlayapman. Bu birinchi video desam ham bo'ladi. Endi 2 yil oldingisini hisoblamaysizlar. Xudo xolisa qanaqadir kamchiliklari bo'lsa, keyingi videolarda yana yaxshilashga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa o'sha kamchiliklarni, xatolarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qarang, dizayn deganda hamma hozirgi kunda kvartirani yoki uylarni o'sha chizib berishni tushunadi. Ya'ni ranglar berish yoki detallarni qayergadir qo'yib berish, o'zi dizayndagi eng muhim detallar siz uchun nima hisoblanadi? Devordagi rang yoki patolog yoki mebel jihozlari yoki kulchatorlar yoki chiroqlar, nima eng muhimi o'zi interyer dizaynda? Eng e'tibor berishi kerak bo'lgan narsa nima? O'zi osnovasi eng asosiy nimaga qaralishi kerak? Dizayndan ham oldin qulaylik, funksionallik, xavfsizlik. Shular bo'ldimi? Masalan, detskiy xonada xavfsizlikni обязательно birinchi o'ringa qo'yilishi kerak. Uchli narsalar masalan bo'lmasligi xuddi shunday. Qulaylik nima? Insonni komforti, masalan, eshik prixoshga kelgandan keyin kalitlarni qo'yishga, o'tirib oyoq kiyimni almashtirishga yoki shkaflar dizayn chiroyli bo'ldi, qulaylik bo'lmasa, u o'zini komfortida his qilmaydi. Demak, dizayndan oldin nima? Qulaylik, nima dedim yana? Xavfsizlik va funksionallik, komfort, funksionallik. Ya'ni foydalanishga qulay, shunaqa qilib joylashtirish kerak. Keyin dizayn samo собой ketadi. Birinchi mijozdan qanaqa stilni yoqtirishini aniqlaymiz. Masalan, yosh kattalar klassikani yoqtiradi, neoklassikani, hozirgi zamonaviy yoshlarimiz minimalizmni yoqtirishadi. Shunga men ham qiziqib ko'rib apros o'tkazdim. Nima sizlar minimalizmni yoqtirasizlar, boshqa. Yoshlikdan juda ham ko'p jihozlar uyda bo'lganda u yoshlarda qanaqadir psixologik jihatdan o'shalardan qutulishni istashganda ular hozir o'sha uchun xohlashadi pustoy uyda, даже ruchkalari yo'q, talchoq bilan ochiladi push mexanizmlar asosida. Xuddi shunaqa minimalizmga yaxshi ko'rishadi hozirgi yoshlar. Yoshlar ham qanaqasi 84-85-yildan buyog'i minimalizmni yaxshi ko'rishadi. Men o'zimga ham to'g'risi minimalizm yoqadi. Bilmayman, 4-5 yil oldin mana shu o'zim ishimni boshlagan paytim uylarga borardim-da. Har xil ko'rpachagul aboylar, tiyagalar, tillarang bo'yalgan. Men endi oldin Jomiy bozorda ham ishlaganman-da, o'zim o'sha kraskalarni sotganman. Qanaqadir yoqardi oldin. Pokelarni gullar bilan, tiyagalar bilan bo'yab, ohanjamalar, vijir-vijirlar, xullas. Hozir bilmayman, vobshe yoqmay qolganda. Nimaga bilmayman, tushunmayman. Endi balki men bunaqa minimalizm stilda zo'r uylarga borib ko'rganim uchunmi? Keyin mana ko'chadan odam psixologiyasiga ham ta'siri bor-da. Ko'chadan odam charchab keladi. Reklama, informatsiya ko'p. Hamma joyda borasiz, informatsiya ko'p. Odam uyga kelib dam olgisi keladi. Uyda agar gulli katta aboyni ko'rdimi, qanaqadir ko'radi-ku baribir. Ko'chada ham shum, uyda ham hamma narsa viji yoki gullar boshqa dam olmaydi psixikada. O'sha uchun uyda maksimum komfort, tonlarni bir xil qanaqadir расслабляющий qilish, dam oladigan qilib qilsa, uyga ham kelgisi keladi. Shu bir 5-6 oy oldin bitta uyga borgan edim-da. Uyi fasad, eksteryer qismi ham, interyer qismi ham 100% minimalizmda bitkazilganda. Ko'rsangiz, shunda ichkariga kirasiz.
patologda konditsionerlar qo'yiladi, chillerni deydi, VRF chillerni deyiladi. Shunaqa narsalar o'rnatilgan. Devorlar oppoq, patolog ham oppoq, katta bo'lmasa hol, hech qanaqa lyustra yo'q. Holda mana kichkina mana shu mikrofondek keladigan gala-gala napralash. Shunaqalardan lekin juda ko'p qo'yilganda, juda ko'p qo'yilgan, bir 10 ta yoqqa, 10 ta bu yoqqa qanaqadir boshqacha-da. Ana o'shani ko'rganimdan keyin вообще anaqa o'zgarganda. Endi u qimmat $1 million uy, o'tga shunaqangi pul tikilgan, eshiklaridan tortib poldagi tarketlarigacha, oddiy o'chirib yoqadigan kulchatirlarigacha hammasi qimmatlaridan qilingan. Men o'shanda lekin haqiqatda qoyil qolgan edim. Haqiqatda minimalizm o'xshat olsa zo'r. Bir xil joylarga boraman-da, uylarga boraman. High-tech uy deyishadi-da. Mana fasaddan high-tech. Qarasangiz anu to'rburchak, keyin hozircha moda bo'ldi. Anu jigarrang nima derdi? Buni yog'ochga o'xshab faktura berib turadigan. Tepadan pastgacha tushirib fasadni o'ziga o'rnatishyapti. Tunukaga o'xshagan materialda. Aytmoqchiman, o'sha high-tech fasad berib turadi-da, ichkariga bitta kirasiz-ku. O'sha anu neoklassikalashib ketgan. Anu xrustalniy lyustralar, tam shunga o'xshagan yana atachentalar. Mana atachenta mavzusi ham qarang. Bitta deylik xona bo'lsa, polniy atachenta qilishyapti-da. Xonaga qaysidir joyga aksent berish uchun berilsa yaxshi ko'rinadi. U ham ko'pisi ham peribor bo'lib ketadi. O'shada masalan men hayron qolaman, nimaga bu o'zi atachenta bu dekorativniy kraska, to'g'rimi? O'sha vatani Italiya, adashmasam, Italiyada bu narsalar o'ylab topilgan, o'sha necha ming yillar oldin. O'zi bu detalniy joylarga berilishi kerak. Masalan, venetsankalarni bilamiz, televizorlarning orqa tarafiga beriladi. Glansiviy bo'lib, Onyx tosh effektini berib turadi. Polirovka qilishadi, даже Onyx dan farqini bilmaysiz. Ajrata olmaysiz. Mramor, keramogranitdan, to есть. Onyx nur o'tkazadi-ku, orqasidan podsvetka berib qo'ysa bo'ladi. Bu как keramogranit boshqa sifatda. Men shunga hayron qolaman, nimaga unaqa bo'ldi, xullas bitta mehmonxona bo'lsa, ana uy egalari aytib qo'yishadi-da. Ukam polniy atachentalar ishlatganman, hammasiga qimmat narsalar ishlatganman deyshadi, lekin anaqa yo'q-da. Nima deydi? Hammasi anu 0 dan 100 gacha atachenta. Buni ajratish, detallash, shunaqa narsa yo'q-da. Bular mana masalan dizayner bilan agar ishlaganlarda bilishardi desam. Endi uy quruvchilar lekin ochig'ini aytaman, menimcha dizaynerlar bilan ishlashmaydi. Aksariyat balki ishlaydiganlari ham bordir, lekin men o'ylayman 70-80% uy quradiganlar dizayner bilan ishlashmaydi. Chunki lekin dizaynerskiy proyekt olib realizatsiya qilib sotadigan odam borda, shunaqa 2-3 ta odam bilan ishlaymiz. Kvartira sotib oladilar, bizga zakaz beradilar, remont, dizayn asosida remontini qiladilar. Ancha qimmatga ketadi, chem o'zli bo'lmasa ichida yuribdilar u kishi. Bizsiz ham ishlari bitadi. Dizayn proyekt asosida qildilarmi? Hammasini oldindan ko'rib biladilar. Joyida даже fikrlari o'zgarishi mumkin. Sotilishida ham yevropeyskiy odamlar biladi. Shu menga kerak, shu joyni sotib olishim kerak, unaqa oladi. Talabgor hozir dizayner bilan qilingan kvartiralar. O'zi hozir mana O'zbekiston bozorida siz dizaynersiz, deyarli har kuni sizga murojaat qilishsa kerak. Meni uyimni mana bunaqa dizayn qilish kerak, mana bunaqa joyimni dizayn qilish kerak deb tanlanayotgan stillar eng talabgori nima? Minimalizm yoki klassika? Kuniga 8-9 ta telefon yangi klientlar chiqadi. Hammasi ikkita stilni juda yaxshi ko'rishadi. Neoklassika bilan minimalizm. Mana shu O'zbekistonni nimasi, nima deydim? Talabi hozir faqat mana shu minimalizm bilan neoklassika. Shunaqa. O'zi neoklassika nima ma'noni beradi? Ani yangilangan klassikami? Shunaqa ma'noda-da, to'g'rimi? Zamonaviy, ana klassikani zamonaviylashgani. Zamonaviylashgan klassika. Da.
o'zi buni tarjima qilsangiz ham new yangi klassika, yangicha klassika, neoklassik. neoklassika. Shunaqa. Unda masalan klassikaga naqshlarni o'zini tarixi bor, uni ishlatilish joylari. Bunda kamaygan. Masalan, lepka ishlatiladi. Lepkani chetida masalan naqshlar bilmasligi mumkin. Skromniy klassika bilan skromniy. Masalan, klassikadan oldin barokko, rokoko stillari bo'lgan, ular hashamdor, naqshlari, gullari ko'p, boy, qanaqadir bogat, dорого и богато deydi-ku, xuddi o'shanaqa stil. Undan keyin mana klassika bo'lgan, klassikadan neoklassika. Hozir aralashtiryapmiz, minimalizm bilan neoklassika. Unaqa ko'p aralashtirish kerak emas buni. Bizning sohamiz egalari juda nima deydi? Professionallar boshqa hamkasblarning ishini ko'rishadi-ku. U bo'lmaydi, u anaqa aralashtirib stilni bilmaydi, shunaqa gaplar bo'lishi mumkin. O'sha uchun mijoz istaganlar bor edi, u yaqin kunda bo'lgan voqea. Bitta mijozimiz minimalizmni tanladilar. Keyin dizayn qilish jarayonida karniz aylantiraylik dedilar-da. Xo'p, dedik, ko'rishlar uchun dizaynda qo'yib ko'rsatdik. Eshik, men bu yerda eshik ko'rdim, bitta bunaqa rasm tashladilar, ikkita ramochka, uchta ramochkali. Shuni ham qo'yib ko'ringlar. Qo'yib qo'yirdik-ku, u kishiga men sraz aytyapman. Aka dedim, agar buni qo'yadigan bo'lsak, hozir nima bor, nima deydi? Stil aralashib ketdi. O'zi klassikaga qo'yiladigan eshigingizni minimalizmga qo'yapsiz. Skrytый plintus ketyapti, anetta sizni anaqa obnalichkali eshigingiz turibdi. Ikkinchidan dedim, men bu ramochkalaringiz 3 ta ramkali eshik turibdi, u xonangizni past ko'rsatadi. Bo'lmaydi bunaqa stil. O'zi kimdir ko'radi, sizga yoqadi-da, va yo'q. O'tadi, lekin kimdir ko'radi, kuladi, kim qildi buni dizaynini. Bo'ldi, tushuntirib berdim. Bo'ldi dedilar. Unda yana birinchi variantga qaytaylik. Ya'ni parящая stena, naqasi потолок effekti, ya'ni skrytый plintus ham, skrytый plintus. Xuddi shunaqa qilib keyin u kishiga tasdiqladik. Mijoz ko'p narsani istaydi. Ularga tushuntirish kerak. Tanlagan stil asosida yo'nalish berish kerak. Ularni eshitmaslik emas. Eshitib, siz to'g'ri aytyapsiz. Mana bu aytganingizni, men bu rangini bu yoqqa ishlatib, stilini, shaklini bunaqa qilsak bo'ladi desangiz, o'zingiz mutaxassis sifatdan gapingizni o'tkaza olishingiz kerak bo'ladi. Demak, mijozga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, hammasini tushuntirib, nima qilish kerak? Ko'z tegmasani ko'pchilik hayron qoladi. Buni ursa nima bo'ladi? Bilmayman. Shunday qilishadi-yu. Mayli, davom etiraman. Anaqa emasmi, ish qilib erinmasmi? Yo'q, men bilmayman, shu sizdan so'rayapman. Men stolni urib ko'z tegmasin desa nima bo'ladi? To'g'risi. Hali hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Bitta urmadim. Nima dedim? Dizayn proyektimiz tez o'tadi. O'sha uchun bir oyda 6-7 ta proyektni albom tariqasida topshiramiz. Izmeneniya bo'lmaydi. Nimaki bittada klient bilan men aytaymi, nechinchi yildan beri ishlayman. 2015-yildan beri ishlayotgan bo'lsam, shunchalik tajribamda psixologiyani o'rganar ekansiz. Mijoz bilan gaplashaman. U nima istayapti, nima qo'yapti, polni bitada tushunib olaman. Keyin vizualizatorim bor, ya'ni o'sha g'oyalarni kompyuterda yasaydigan. Unga hammasini referenslab berib tushuntiraman. Keyin ko'rib beraman, etini bunday qilib, betini bunday qil. Keyin uni mijozga tashlaymiz, u bitada o'tadi. Boshqa joyda ishlab kelgan ishchilarim ham bor, aytadi, ko'p nima boshqa firmalarda unaqa tez o'tmagan bironta proyekt deyishadi. O'shani hisobida bizda ob'yom katta olamiz, tez topshirib, yana yangi zakazlar, o'sha ish ko'p. Shunaqa mijozlar, bir-birimizdan yaxshi tushunamiz mijozlar bilan. Hammasi bilan bordi keldimiz bor. Mana shu joyda qarang, qanaqadir kattaroq summaga tushib qo'ygan joylaringiz bormi? Aytaymi? Bo'lgan. Masalan, deylik, qanaqadir joyi olib, endi bo'lishi mumkin hammada, hech kim professional bo'lib qolmaydi. Bir ana ishni boshlayotganda hamma xato qiladi. Qanaqadir katta summaga tushib qolgan joyingiz bormi? Qayerdadir, nimada bo'lgan? Shu eng mandagi minus narsa ishonuvchanligim, soddaligim desam. Obyektlarni qilib yurgan paytlarim bitta usta bo'lardi. Madina, menga ish bering, men chiroyli qilib beraman, tudim. Aloqaga chiqqan feshni iltimos yozgan. Keyin uchastka olganman. Uchastkani dizaynini qilib, keyin keling, shunga bir yaxshilik qilish, shunga shu obyektni beray deganman.
keyin berganman. U o'zi dogovor qilgan, men pulga yosh aralashganim yo'q, dogovor qilib boshqa qilgan, dizayn asosida. Lekin klient o'ylagan, bu mani odamlarim. Конечно, men tavsiya qildim, mani odamim deb o'ylaydi, nima deb o'ylaydi. Keyin ular u yerda masalan obyektga kirib olgandan keyin Mardikor bozoridan odamlarni olib kirib, remontini qilgan. Shunaqa kosyak, shunaqa kiraman. Endi men bunga gapirsam aytdi, klientim turibdi, buni o'zini odami buncha qanaqa qarasa. Shunaqa qiyin vaziyat bo'lgan. 60 necha millionga tushgan. Yo'q, Shunaqa tushgan. 67 million. Uni qanaqa men tushunmadim hozir. 67. Dogovor bo'lgan. Ular kirgan, hamma uchastka necha edi? 3 etaj edi. Hammasini xato qilib qo'ygan. Ya'ni devorlar qiyshiq, karnizni yopishtirgan, stiker ketgan, уровень pol har xil, hamma joyda kamchilik chiqqan, hamma joyda. Ko'chadan usta olib kelib o'zi ishlatib o'rganmi shunda? Da, Mardikor bozoridan olib kelib ishlatgan ekan. Men buni tagiga yetdim, shunaqa. O'shandan keyin qattiq stressga tushganman. Yo'q joydan shuncha bittada minusga kiriladigan tema chiqdi. To'laganmisiz? Da. 66 million dedingizmi? 67. 60. Yo'q, 5-6 ming dollar. Da, shunaqa bo'lgan. Orada ham mayli pul ketadi, o'zingizdagi psixik anaqa bo'ladi-ku, ta'sir, motivatsiya, ruh, samotsenka, hamma narsa tushgan. Keyin o'shandan keyin men ko'chada menga proyekt bering deb ko'p yozishadi haligacha. Yo'q, men o'zimni ishonchli, tajribali prorablarim bor 5 ta. O'shalarga topshiraman. O'shalar уже даже tekshirmasdan ham ularni bilaman ishni sifatini. Shu darajada. Shu bir marta shunga kuyganman. Ikkinchi bu bankrotcha bo'ldi. Bu qachon bo'lgan aytmoqchi? 4 yil oldin. 4 yil oldin. Shunaqa bo'lgan. 5 ming dollar. 3,5 oldin, 3,5 ekan. Keyin yana kichkina nima bankrotcha mijozdan perdoplata olmasdan turib proyektni boshlaganman. Endi xato qilib odam to'g'ri nima qilish o'rganadi. Proyekt qilgan. Как раз ana hozir ro'za oyi. To'xtang shu joyda biz iftordan keyin og'izlarni ochib olib, suvlarni ichyapmiz. Balki bu video iftor tugagandan keyin qo'yilishi ham mumkin endi. Hozir kechki soat, mana soatimni ko'rsak. Soat 9. 9 hozir, soat 9. Ro'za oyi edi. Proyektman, qanday ishonib olganman. Topshirganmiz. Usta, o'sha yerda yana bitta usta parod qilgan. Oraga nima qilgan? Pul nima albom tayyor bo'lgan. Klientni olib kelgan, o'shanda ham katta kvartira edi, где-то 150 metr kvadratli kvartira edi, anaqa tarafda. Yakasaroyda esimda. Keyin keldi, ko'rdi, klientga yo'qdi, albomni oldi, chiqib ketishyapti ofisimizdan. Dedim, pulich deyapman. Hozir iftorda og'zimizni ochib kelaylik, beramiz dedi. Xo'p dedim. Kutyapmiz endi, bizning ishchilarim kutib o'tirdi. Majnun opa, men Farg'onaga ketishim kerak, bugun pul berasizmi? Ha, hozir kelishsin, pulni olib beraman. Kutib o'tiribman, telefon qilsam ko'tarmaydi. Biz albomni olib ketgan. Mana hozir biz dogovor bo'yicha ishlaymiz. Shartnoma, pechat, imzo, ikki taraflama. U buzsa agar sudga beraman, men buzsamaman desa. Shu yomon qattiq talab qo'yasiz. Shu xatodan keyin shunaqa qiladigan bo'ldi. Mana firmami? Biz firmamiz ham по-любому shartnoma asosida qilishimiz kerak. Shunaqa bo'ldi. Shu kutaman kelmaydi. Telefon qildim. Anaqada hali yana nimadir dedi. Keyinchalik nima qilarmiz, boshqa qilamiz. Yo, men hozir olishim, даже передоплата sizga ishonib oldim desam, shunaqa dedim, men u yerdan olaman, qiyomatda olaman dedim haqqimni. Bo'ldi, ketdi. No, ishchim meni taniydi. Men o'shanda yoningizdan berishingiz kerak edi. Voy, men hayotimda qarz olish yoqtirmayman-da. O'shanda men o'sha ishchim uchun qarz olgandim dugonamdan. Muxlis dedim, qutqarmasangiz bo'lmaydi, pulingiz bormi? Ha, anaqa Yandex bilan yuboring deganman. O'shanda kitob orasiga pulni yuborib bergan, ishchimdan qutulganman. O'sha ham bitta kichkina, katta summa emas edi, где-то 1200 mi shunaqa dollar edi. Proyekt qilib olib borgansiz. Ozgina bahona yo'q, proyektni olib. Proyektni olib ketgan, bahona qilib qaytarib bergani ham yo'q. Lekin bormaganmisiz o'sha uyga? Esimda qolmagandi. Shu bilan ketilgan. Shunaqa ketilgan. O'sha ishonch temasi, mana ishonch temasi juda ham nozik masala. Bu temada qurilishda bizani xalqimiz endi men
ko'pchilik bilan gaplashganmanda. Prorablarni mashinnik deb o'ylashadi-da. Tan olish kerak. Ko'p mana shu xalq ichida bundoq kirib so'rasangiz, men o'zim ham nechtasidan eshitganman. Даже menda yaqinda shogird mobilografim bor edi-da. Mana o'sha bola ham o'sha adasi yangi uchastka qurganda prorabga ishonib qurgan, boshqa qilgan. Mana shunaqa endi pulga ko'pincha o'sha materiallarni pulidan aldam. Endi bunaqa tema bo'ladi. Endi hammasi ham tag'in okalar meni urishib tashamanglar, prorab okalar. yana kesib chiqadi internet. Yana kesib chiqarib yormanglar. Sizlarni hurmat qilamiz. Nu, ani 5 qo'l baravar emas. Men ishonaman, zo'r, halol mehnat qiladiganlar ham bor, lekin baribir shunaqa birovni haqqidan qo'rqmaydiganlar ham bor. Buni ham tan olish kerak, baribir. Bor. Mana bitta prorabim bor, Aziz prorab haqida edi. U juda ham halol bo'ldi. Даже ana skidkalar bo'ladi-da bizda. Aziz prorab ana menga o'xshatgan bola edi. Sizga o'xshagan bola. Rasmini pinqitib chiqarib qo'yamiz. O'sha ishonasizlarmi? Lustra, galogen, pol, nima gipsokarton qayerda skidkasi chiqadi-ku, mijozga o'tkazing. Mana hayotda eshitmaganman biron kishidan unaqa hamma hayron qoladi uni. Ha, demak, anu Halol, narsa juda ham ekanda, mana men do'konlarni reklama qilishga boraman-da. Deylik, qanaqadir ishlab chiqariladigan sexlar, kraska va hokazo aytishadi. Dizaynerlar kelishsa, menimcha skidkamiz bor, ularga chegirmamiz bor. Aytishingiz bo'yicha u prorab o'sha yerdan qoladigan foydani olmaydi demoqchisiz. Yo'q, olmaydi. Zo'r. Yep, bunaqa men bilaman, yaxshi o'zini ishini ustasi. Lekin aynan shunaqalarni qadriga yetishmaydi-da, mijozlar azob beradi. Birovni haqqidan qo'rqadiganlar bor. Endi inson shunaqa nima desa endi 5 qo'l baravar emas. Men ham dizaynerskiy maniki ham bor. Men ham ko'pincha o'tkazamman mijozlarimga. Hozir qarang, mana sizdan dizayn qilingandan keyin siz o'zingizni ustalaringizga qildirish kerakmi u remontni? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Ana guruh ochamiz har doim ish boshlaganda mijoz bo'ladi, meni ishchilarim va uni o'zini ustasi bo'lsa ustasini qo'shadi. Dizayn muhokama qilib yaratiladi, keyin tasdiqlangandan keyin albom qilib topshirib qolgan 50% oplatasini olganimizdan keyin albom topshiramiz. Всё. Keyin o'zi xohlasa o'zini ustasini kirgizadi obyektga, guruhga ham qo'shadi. Любойda savoli bormi, nimadir tushunmaydigan narsasimi, bemalol savol berib, biz javob beramiz. Istasa o'zimizning ustalarimiz, biz olib kiramiz, uni realizatsiyasiga ham birga bir chiqishiga ham, sifatiga hamma narsasiga o'zimiz javob beramiz. Ikkita variantda ham mijoz o'zini ixtiyori bilan tanlashi mumkin, majburiy emas bizdan albom zakaz. Uni o'zini ustasi xato qilib qo'ysa-chi? Uni qurilishda o'zi javob beradi. Da, bo'lgan shunaqa. Borganman obyekt tekshirishda, endi ustamaniki emas-ku. Mana bu yerni qaytadan qilasiz, xato chiqdi, dizayn asosida dizayndan chiqib ketibsiz deganman-da. Nimaki mijoz ham tushunmagan u narsani. Keyin men tushuntirib berdim, bunaqa. Yo'q, unaqa qilib bo'lmaydi, deyapti. Bo'lmaydi, keyin qilib bo'linadigan nimasini, videoni topib berdim unga. Mana shunaqa qilsangiz, mana bunaqa ulaysiz, keyin bo'ladi. Ustalarning ko'pisi ishini oson qilish uchun qilib bo'lmaydi bunaqa narsani deb bahona qilishadi. Qilib bo'linadigan videosini ko'rsatdim, keyin jim bo'lib qolib, qaytadan переделка qildi. Ayniqsa bunaqada malyarshik bo'lgan shunaqa voqea. Ramочкani aslida bitta ton qilib bo'yashimiz kerak edi-da. Olibdilar, u kishi ikkita ramkani orasini boshqacha rangga bo'yabdilar, o'rtasini boshqacha rang, chetlari boshqa 3 ta rang devorda. Shunday qarasangiz agar вообще xunuk ko'rinyapti-da. Bu nima dizaynimni rasvo qildingiz? Chiroyli ko'rinadi-da. Bu sizdan kimdir chiroyli qaytadan qiling deganmiz, keyin dizayn bo'yicha qiling deganmiz. Da, qaytadan qilgan. Siz mana $200 ga tushirdingiz deydilar. Xo'p, qarang, uyi ichida ajralib turadigan detal bo'lish kerakmi o'zi? Aksent beradigan detal bo'ladi. Unga nima? Parda, gilam, divanni podushkalari, dekor elementlari. Buni vaqt o'tishi bilan uyingizni baribir odam zerikadigan odamzod nimadir yangilikni yaxshi ko'radi. Almashtirishingiz mumkin. Devorlarni bazaviy rangda bo'yash kerak, uni naprigat qilmaydigan. Dekor elementlarini yarkiroq, aksent beradigan, boylitsomniroq rangni ishlatish kerak. Gilam, parda, divandagi podushkalar, dekor elementlar, ya'ni suvenirlarmi, qanaqadir shunaqa elementlar bilan aksent berish kerak. Demak,
ko'proq e'tibor beriladigan deylik xonani rangidan tashqari uyda ajralib turadigan detallar, pardalar, Kartina, nima deysiz? kartinalar, Ha, gilam. rasmlar, gilam, u yoqdagi stol, mebellar shunaqa. va hokazo shular temasi. Endi mana siz ayol kishisiz, qurilishda deyarli 100% erkaklar ishlaydi, to'g'rimi? Borasiz qurilishga, qanaqadir muammolar bo'lganda, ular bilan qanaqa urushib, po'rishib, talashib, nimadirlar, shunaqa muammolar bo'lmaydimi? Yo'q, Baribir o'g'il bola bo'lsa, masalan, borib tars gaplashadi-da. Qil deydi, masalan. Sizda qanaqa bu? Qanaqa kechadi Endi deysizmi? dizaynerlikka kirib kelayotgan qizlarga menimcha foydali bo'ladi-da. Mana shu murakkab tomonlarini, plyus minuslarini ham aytib o'tiring-da. Shunaqa obyektda ko'pincha emas, 100% erkaklar bo'ladi. Muhimi, siz o'zingiz ishingizni yaxshi bilib, bilimingiz yaxshi bo'lsa, xatosini ko'rasizmi, joyida talab qila olasizmi? U narsaga nima qilmaydi emas. Boshida bo'lgan gapirasiz, erkak kishiga, ayol kishi uni kamchiligini yoki xatosini yoki o'zini sohasi, temasida nimadir aytyaptimi, qabul qilgisi kelmagan qanaqadir Shunaqa aytmoqchiman. bo'lgan. Lekin fakt bilan siz uni ishini ko'rsatib berasizmi? Bo'ldi, siz ustunsiz. Hozir kimdir ustun yoki pastlikda emas. U sizni hurmat qilib eshitadi o'shanda. Kelib, "Voy, bu nima edi? Ha, yaxshi yoki unaqa xatosini ko'ra olmasangiz agar, bu baribir tushunmaydi-yu, unaqa deyishi mumkin." Nima tushadi? Baho berilishi tushadi. Keldimi? Soha taraflama tekshirdimi? Yaxshi nima qilishadi? Hayiqib turishadi, что yana kamchiligimni topmasin, yaxshi naqa qilay, boshqa deb. Ayniqsa shu uchun odam o'zini ustasini olib kirgani ham shu masalada yaxshiroq. O'zingizni ustalaringiz bor. Masalan, olib kirsangiz, hech gap ham bo'lmaydi, o'zi aytganingizdek shunaqa bajarib qilaverishadi. Lekin unaqa strashniy muammo bo'lmagan. Obyektda erkaklar, bizani erkaklar ayollarni hurmat qilishadi, singlisi sifatida, opasi sifatida qarashadi. O'shanga unaqa bo'lmagan. Unaqa narsalar seriozniy yo'q, unaqa bo'lmagan. Boshida sal ensa xotirganda bo'lgan, bir marta shunaqa vaziyat, keyin men tushuntirib bergandan keyin bo'ldi, xo'p bo'ladi, o'zgartiramiz degan bo'ldi. Hozir qarang, masalan, bitta 100 kvadratlik kvartira desak, deylik o'rtacha $20 to'g'rimi? Dizayn. 18 deng, o'rtacha. Deylik o'rtacha $18 misol ko'paytiramiz. $1800 pul bo'lar ekan. Dizayn anaqa qilib berish. Endi bu kimgadir ko'taradi, kimgadir ko'tarmaydi. Mana shu uyga kirganingizda deylik arzonchi narsalardan qimmat remont effektini beradigan narsalar qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchidan chornovoy ishga ahamiyat berish kerak. Ko'pchilik chorniy ishlarga ahamiyat bermaydi. Unda yana nima? Stяжка qo'yish, g'isht terib, yana suvoq qilib, tekis devorlarni tekis qilish, da? Ming devoringiz qiyshiq bo'lsa, siz qimmat narsa ishlatsangiz, kamchiligini bittada ko'rsatadi. Demak, sim tashlanishi, yorug'lik, hammani ko'rinmaydigan tarafliga pulni ayamasin. Keyin etap keladi, chiroyli dekor nimasiga, etapiga, ya'ni beli ishga keladi. Unda ahamiyat beradigan narsa shu, zamonaviy qilish, однотонный devorlar modada yoki однотонный mishkovoy aboylar, mebelga ahamiyat bersin, bo'ldi. Qolgani kelaveradi. Men o'sha bir 5-6 yil oldin jomeda ishlaganimda, hozir esimga tushib qoldi, aboy temasi ochilganida, rahbarlar atachenta olib kirishganda, Turkiyadan, yana boshqa davlatlardan atachenta olib kirib sotardi, bizga yetishardi-da. O'sha kelajakda 4-5 yildan keyin o'sha Yevropa ham aboydan chiqib ketyapti, hech qayerda aboy ishlatilmayapti deb. Endi siz ham shu sohani ichidasiz. Sizga mana masalan palon pul to'lab uyni remont qilayotganlar bor, ya'ni qimmat remont qilayotganlar bor, luxury classda. Ular qanaqa narsa ko'proq ishlatyapti, talab qilyapti, ya'ni qimmat aboylarmi yoki haqiqatda o'sha okalarni aytgan gapidek qimmat deylik emulsiya bor, vada emulsiya yoki atachenta shunga o'xshash. Aboyni anchadan beri biz ishlatmayapmiz, lekin ancha bo'ldi. Faqat emulsiya bilan
attachenta ham даже yo'q, faqat emulsiya ekan bizada. Faqat Hozirgi emulsiya. kunda Trendda emulsiya. emulsiya trendda. Hozir yangilar zo'rlar chiqqan, olovni yoqadi, yonmaydi. Shuni Olovni ketchuplar yoqadi? da, u anaqa O'zi shundoq ham yonmaydi-yu emulsiya. yo'q, anaqada. Mebelga ishlatiladigan kraska anaqasiga eksperimentga boruvdik. Anaqa yoqamiz. Lakka aytmayapsizmi? Kraskasini. Kraska. Shundoq yoqibamiz, iz qolmadi. Даже shuni artyapti, yonmadi. Shu darajada. Ketchuplarni nima qilishadi? Artamiz, devor endi emulsiyasini temasi. Artyapmiz, hech narsa yo'q. Ruchka bilan chizdik. Ruchkani sal qiyinchilik bilan ketdi, no ketdi bu ham. Anaqasini bosdi. Masalan, mikrotreshninani oldini oladigan plastik elementlari bor ichida uni. Zichlantirib turadi u emulsiyani. Baribir devorni Silikonoviy deyiladi-da, silikonoviy, adashmasam. Silikonoviy emulsiya. devorni shpaklyovka qilishda orada stiklo holsini qo'yib, yana shpaklyovka qilib, ustida mana shunaqa emulsiyadan qilsa agar, ancha devoringizni yaxshi ushlab turadi, anaqa mikrotreshinachalar, yoruqlar bo'lmaydi. Bizani uy quruvchilar qo'rqishadi-da. Nimadan bilasizmi? Devor yorilishidan. Shunaqa. Chunki men o'zimni yaqin uy quruvchi akamlar bilan gaplashganman-da, aka. Bo'ldi endi hadeb abo'y qo'riladimi? Emulsiya qilish kerak. Qatlarigadir balki attachenta bilan anaqa qilish kerak deganimda, ukam ertinni sotilgandan keyin ozgina treshina bo'lib qolsa, ketdi ujanu. Uy olgan odam uy quruvchiga chiqadi, mana bu devoringiz yorilib ketdi deydi, voqma bo'lib ketadi. Keyin yana bitta quruvchi akamiz zo'r narsa aytgan edilar. Bu 2 yillik gap. Mana shu pashti boshida qilib yurgan paytlarim uncha tushunmayman. O'shalarga xuddi shu savolni bergan edim-da, begona odam. Qimmat $400 ming dollarlik uy edi, zo'r sentrdagi uchastka. Borganman, ko'rganman, uy reklama qilganman-da. O'tda ham lekin abo'y ishlatilgan edi, aka. Nimaga bunaqa abo'y qilgansiz? Uyingiz dahshat qimmat ekan, zo'r emulsiyalar bor-ku. Endi men emulsiyani bilaman-da, bozorda ishlaganman. Qimmatini ham, arzonini ham, даже Turkiyalarga borib, zavodga ham borib ko'rib kelganman-da, qanaqa ishlab chiqarishlarni. Aytganimda aytuvdilar, ukam, yangi uy qurib, srazi bitirib sotsang, baribir любой anaqada emulsiyani tagidan setga bersen ham, boshqa bersen ham treshina baribir chiqadi. Uni oldini olish uchun uy quriladi, deylik, korobka holatiga olib kelinadi, bitta qish ko'rilar ekan. Ekanda, yaxshilab anaqa podushkalar cho'kadi, devorlariga nima deylik, sement suvoq holat qilingan bo'lsa, o'shalar misol yoriladi. Undan keyin mana shu 1 yil kutgandan keyin qilsang, san aytayotgan narsa bo'lishi mumkin. Даже mikrotreshinalar ham chiqmaydi deb shunaqa gap aytgan edilar. Даже mana fundament qo'ydingizmi, yil turishi kerak. Bizda hozir nima qilishadi? Xalqdan pul olib, dom qurib tez sotishadi-ku. Dom 3 oyda bityapti. 3 oyda bitadi. Lego konstruksiya qilishga hojat yo'q, tez bitkazishyapti. Shunaqa, savollardan bittasi yana nima bor edi menga? Ko'pchilik yozdi. Bu sferaga qanday kirdingiz va ikkinchisi shogird olasizmi? Shuni ham aytib bering. O'shani o'zi men sizga mana bitta bor-ku, men yozib qo'yganman-da, ularga hali to'xtalmoqchi edim. Instagramdan kelgan savollar. Pashti hamma shu anaqani bergan. Bu o'sha hozir o'zingiz aytganingizdek sferaga qanaqa kirgansiz? Shogird olish olmaslik masalasi. Даже meni ana kuni bitta o'zimni yaqin akam ko'rib qolibdilar videoni siz bilan qilganimni. Telefon qilib, bitta mana shunaqa arxitektorlik, dizaynerlik anaqa o'qishni bitirgan jiyanim bor. Shogird olmasmikinlar deb o'shani men sizdan so'rayman. Boshqa savollarga ham o'zingiz mana shunga bitta javob berib. Qaysi biridan boshlayman? Shogird temasidan. Shogird temasini gapiring. Eng ko'p keladigan savol mana telefon prosta turadimi, telefonni qilishadi, shogird olmaysiz, SMS shogird. Har kuni ko'p shu savoldan men yo'q derdim, yo'q, olmayman. Nimaki avval ko'p olganman shogird. Unga alohida vaqt ajratish kerak. Unga prosta olish boshqa, uni yaxshi qilib yetishtirib, uni qiziqishi yo'q. Mana ota-onasi uni olib kiradi shu sohaga, o'zida yo'q. Siz shuncha kuydiryapsiz, uni natijasini ko'rmaysiz-ku. Qanaqadir
yuragi sovurar bu narsadan. Qiziqishi borlar ham, balandlar ham bor. Keyin fizически успеть qilmayman to'g'risi. Ana ikkita universitetda dars beraman, o'zimni firmam bor, mana bu yerda o'g'lim, oila, mana shunaqa fizически успеть qilmasligim masalasida olmas edim. Keyin orada oldim. Anaqa storiesga как бы jahl sifatida qo'yganim. Shogird olaman deb. Ha, yozishdi, savol bo'pti dedim. Olaman shogird, $1000 oyiga dedim. Hozir shuni aytmoqchi edim o'zi. Masalan, hozir ko'p soha mutaxassislari, blogerlar o'zini kasbini o'rgatyapti-ku. Har xil kurslar ochib, zo'r bu. Shunaqa dedim. Siz ham mana shunaqa anaqalarni qilsangiz bo'lmaydimi? Ha, aytdim keyin $1000 deb. Yaxshi pul ko'tarasiz lekin $500,000. 4 ta qiz yozdi, kelaman deb o'yladim. Я в шоке dedim. Hazillashuvdim. Ya oldim keyin ikkita qiz oldim. Qanaqa bo'ldi? Bittasi ishonchimni oqladi, молодец, zo'r ketdim. 1 oy ichida o'zi mustaqil interyerni qila oldi. O'sha рабочий proyektini ham qildi, rabochkasini. Dizaynini ham. Men bu sferada mana qiyinchilik yo'li bilan kelganman-da. Oson yo'lini уже bilaman. Qanday uzoq yo'l emas, natijaga qisqa yo'l bilan yetish. O'shani полностью o'rgandim. Zo'r, молодец, gap yo'q. O'zim xursand bo'ldim u natijasini ko'rib. Yaqinda men uni natijasini video qilib chiqaraman. Полностью ko'rsatib bermoqchiman. Hozir u qayerda u qiz siz bilan nima? Da, men bilan. U siz bilan ana kuni ko'rinmadi-ku, anaqa studiyada. Ularning oilasida yangilik. Ha. O'shanga ozgina bir haftaga javob bering deb javob olgandi. Ochiqchasiga aytavering. Mana shu siz ham dizaynersiz, boshqa hamkasblaringiz bor, kuzatayotganlar bor, hozir dalniy moment ko'rib o'tirganlar. O'zbekistondagi eng zo'r dizayner, arxitektor kim deb bilasiz? O'zingizdan tashqari deydi. Endi siz ham zo'rsiz. To'g'ri aytaman, menga bitta dizayn studiyasi shunaqa yoqadi. Ishlari prям yashirmayman ham, постоянно like qo'yib, unga подписанman. O'zbekistonda men uchun номер 1. Kim? Mikasa. Mikasa kompaniyasi вообще zo'r. Mikasa men eshitmagan ekanman lekin. Bitta menimcha ko'pchilik ishlasa kerak. Ko'pchilik ishlaydi. Men anaqa qilmoqchi chet el bo'lganim. bilan ham ishlaydi. Ikkita uchta davlatlardan. Ya'ni bitta shaxs, firmani anaqasi emas, shaxs sifatida. Masalan, ishini haqiqatdan zo'r qiladigan. Endi masalan, hozir bizani ko'rayotgan kuzatuvchilarimizni men ishonamanki, meni auditoriyamda okalar bor, puldor, qimmat uchastkalarni sotib oladigan yoki o'zligi qurishadigan. O'shalarga ham qaysidir ma'noda foydali bo'lib ketadi. Zo'r o'zingiz bilgan zo'r dizayner. Zo'r dizayner Sergey degan dizayner bor. O'zbekistonlik, juda ham kamtarin, ishini minimalistik, uylarni cho'tka qiladi, realizatsiyasi ham shunaqa zo'r. Sergey. Qanday odam u endi? Yosh yoki kattaroq? Rasm profillarini ko'rsataman-sizga. Juda ham yaxshi. Instagram yurg'izadimi? Da, yurg'izadilar u kishi. Qanaqa aktiv yoki onda sonda? No, onda sonda aktiv. O'zi mana shu sohada men qanaqadir interyer dizaynerlarni ichida Instagramini aktiv yurg'izadigan unaqa bilmayman. Yo'q, men ko'rmaganmanmi? Ijod ko'p-da, anaqa vaqt bo'lmaydi bunga. Bitta o'shanda ham vaqt ajratish kerak. Yo'q, qaytanga zo'r-ku bu narsa rivojlantirib, o'zini misol shaxsiy brendini ham tanitib boradi shu bilan birgalikda. Unaqa muntazam zo'r kontentlar qiladigan anaqa yo'q-a? Adashmasam. Endi sekin. Sizni ham misol ko'raman. Bitirgan obyektlaringizni qo'yasiz, obzor qilasiz, dizaynerskiy rasmlarni qo'yasiz. Ko'p dizaynerman degan Instagramda profil ochib olganlar anaqa qo'yadi-da, dizayn proyekti tapet post qilib qo'yishadi-da. Men tushunmayman, uni kim qilgan, qayerdan qilgan, nima u. Internetga kirsangiz to'lib yotgan bo'lsa unaqa rasmlar. Mana chetdan xuddi shunaqa ko'rinadi. Men ham chetdan qaraganimda shu kamchilikni oddiy odam tushunmaydi. Kartinka qo'yibdi deb o'ylaydi. O'shani men boshida keyin anaqa qilgandim. O'sha kartinka, ularning tilida render yaratilish jarayoni qanday planirovkadan chik uyasi videoga qo'yganman, kompyuterda o'zim video qilganman. Yasab, to есть jarayonni bo'lib, keyin oxiridagi finalni kadrni qo'yganimizdan keyin kommentariyada yozishganki, bu kartinkacha shuncha etapda o'tadimi?
keyin tushunib yetishgan. Xalqga, odamlarga yetkazib berish kerak buni aslida qanaqa kechishini. Shogird masalasida bu endi yopamiz deyman. Shu nima bo'ldi aytgancha shogird olasizmi? Olaymi? Endi vaziyatingizga qarang. Mayli. Hozir o'zi nechta bola ishlayapti? 5 tami? 6 ta bola ishlaydi, ikkitasi shogird bor yana отдельно. 8 tada umumiy. 8 ta. Hop, tekinga olasizmi ochiq oydin eting yoki Yo'q, tekinni qadriga yetishmaydi. Tekinni Hammasini olib ko'rganman. Hammasini qilganman. Tekin olib ko'rganman. $300 olganman. $1000 ana ekan $1000 olganim qadrimga yetdi lekin. Demak, gap narxida $1000 ga ekan. qancha siz bilan Mana ishlaydi? boshida men unday qildim. 3 oy mingdan deb o'ylagandim. Shunaqa qilaman deb keyin u qizni ko'rdim-ku, qanaqadir yoqib qoldi. Unga azob berishim kelmadi. 2 oy kerak emas dedim. Yo'q, birinchi oydan $1000 bo'ldi. Qolgan oyi uniki malaka oshirishiga. Уже ikkinchi oydan u bemalol ishni olish etapiga keldi. Demak, o'zida bo'lsa ikkinchi oyi o'zidan o'sha ish olib xuddi shunday bajarib ketyapti. Bir oy $1000 keyin anaqasi o'zi anaqa qiladi. O'ziga bog'liq bo'lib qolar ekanda. O'rganadi, malaka oshiradi. Mana bizda sharoit bor, bemalol kelib o'tirib ishlab, realniy obyektlarda boramiz. To uni noldan qilib, obyektga borib tekshirib, materiallarni olish hamma etapini ichida bo'ladi. Odamlar bunga nima? Hop, masalan, hozir deylik, sizga pul to'lab shogird kelganlarni o'zingizda ishga ham olib qolasizmi? Bo'ladi. Naborot shunaqalar maktabimdan o'tganlar ishonchli bo'ladi. Chem tashqaridan qanchadir firmada ishlab keyin kelganmiz. Ana boyaga aytgan qizingiz ham hozir o'zingiz bilan birga komandada. Xuddi shunday o'zim bilan. Bo'ldi, tushunarli. O'rtoqlar, mana savolingizga javob berdik deb o'ylayman. Aloqaga chiqib, endi o'zingizlar kelishaverasizlar pul-mul temalarni. Keyin ani kuni menga aytdingiz-ku, Nestuandan uy olsa, uy olib sotaman desa nalogi bor ekan. Mana shu tema rostdan shunaqami? Men to'g'risi eshitmagan edim. Bunaqa narsa. Nestuanda nimalari ko'p. Ya'ni sotib olgan odamning ism, familiyasi, u haqida ma'lumotlar polni bazada turadi. Uni sotaman desa, eng kichik metr kvadratda 33. Eng kichkinasi 33 kvadrat. 33lar bor. O'shani даже eng kichigini hisoblaylik. O'shani sotaman desa agar minimalniy shtraf $3000 to'laydi, shtraf keyin u boshqaga sota oladi. Nimaga? Endi turklarni proyekti bu, ularni o'zlarini juda ham ko'p talablar olib kirgan, bizga noqulaylik tug'diradigan, даже sotib olgan odamga ham noqulaylik, dizaynerlarga ham juda ham davleniya tushadigan noqulayliklari bor. Hozir qarang, noqulaylik bor deb dizaynerlarga, ustalarga. Internetdan kuni video ko'rdim. Bitta prorab akamiz aytayotdilar-da. Nestuandan o'zini qanaqadir kabellarni ishlatish kerak ekan. Siz o'zingiz xohlagandek kabelni olib kela olmas ekansiz, o'zingiz xohlagandek qurilish materiallarini ham ular istagidagi ishlatish kerak. Ularni o'zidan olish kerak ekan. Shunaqa mazmunda video ko'ryapman-da. Haqiqatda bor gapda-ya bu. Bor gap, to'g'ri aytganlar. Dizayn proyekti ham to o'tgungacha ko'rdik ko'p narsani desa. Juda ham qiyin. Dizayn proyektda qilinadigan ishlardan tashqari yana texnik chizmalar отдельно bor. Uni qilamiz. Undan tashqari yana bor. Даже shitlarni qaysi tizimi qayerga ulanishigacha. Teplopol chizmasini bunday ko'rsatardik-da, qizil. Men masalan 2 metrga 3 metrlik joyga teplopol yo'q. Teplopolni trubasini nechta bunaqasiga aylanadi, nechta bunaqasiga aylanadi, qanaqa sim o'tadi, qanaqa nima deydi, kanalizatsiya trubasining diametri qayergacha qayriladi, necha gradusda tushiradi, ham mелкий narsalargacha hammasini biz ahamiyat beriladi. Shunaqa shu tavbalar qorasi yo'q, boshqa Nestvan olmayman deysiz, lekin yana u proyekt o'tgandan keyin bu qizda точно Nestvan proyekti o'tgan deyishadi. Proyekt o'tishi qiyin, ko'p dizayn firmalarda отказ. Yo'q-e. Bizda 2 marta отказ bo'lgan, 3-martasida kirib ketgan proyekt. O'tganmi? Отказ qanaqa? Men bu yerni to'g'rilaysiz deb mana shunaqa. Yo'q, o'tmaydi emas. Shunaqa qiynashadi. Sababi betini to'g'rilang. Sababi nima? Qanaqadir manipulyatsiya deyapman. Monopoliya, to'g'ri, monopoliya bo'lgan. Ularning ichida o'zi dizayneri bor, o'zining ustalari bor, prorablari bor, qurilish masalasi, hamma narsa o'zlari ichida. O'zidan olish kerak. Ha. Demak, Nestuan okalar bor, kvartiraga pul to'lab qo'yib keyin bitgandan keyin sotaman deydiganlar uchun emas ekanda.
lekin mana tashqaridan dizayn qildiradi-ku, ularga ancha arzonga tushadi. qarang dizaynersiz Narxi boshqa, lekin Nestvani proyektini narxi вообще boshqa. Nimagaki o'zi ana 6 dona texnik chizma bor-ku, texnik chizma nima dedim? Elektrikasi, shiti, теплый poli, keyin rozetka включатель, пожарныйsi, keyin anaqa kolonkasi ham bor uyda. Ya'ni ular tepadan Потолочный kolonkalar. Потолочный kolonka. Priyon давай hamma chiqinglar, mana shunaqa deyish mumkin. Shuni ham 6 ta chizmaga $8 dan oladi ularni o'zi. Отдельно qildiraman desa. U hali dizayn proyekt, chizma, razvertka ular yo'q hali. Xullas, Nestvan uchun dizayn proyekt loyihani kvadrat metriga $35 dan qilamiz. Hamma firmada, hamma firma shunaqa, minimum 35. O'zi ana kuni men eshitdim. Bir xil xohlamas ekan ama dizaynerlarning orasida. Ana bosh og'ruv ko'p deb. Ha, xohlama, отказ ko'p berishadi. Lutshi anu eski 4 qavatli domdan proyekt olib qilganim tinchroq deyishar ekanda. Obro'si baland u yerda proyekt qilishni. Bizdan u yerdan ikkita obyektni dizaynini topshirdik. 8 ta obyekt очередьda turibdi bizda Nestvanda. Bosh og'rig'i ko'p, no qiyinchilik bizani o'sishimizga sabab bo'ladi. O'sha qiyinchilik sabab biz bilmaydigan anaqa narsalarni o'rgandik, masalan, texnik narsalarni. Ventilyatsiyasini ham полностью досконально ko'rsatamiz, qayerdan havo oqimi kiradi, qayerdan chiqadi. Nalog qancha dedingiz boya? $3000. $3000 sotayotganda. Da. Nalog to'ladi. 30 metr kvadratli joy uchun 30-33 metr. Undan katta bo'lsa katta. Undan ham katta summa shtraf. Hozir Nestvanda ham menimcha kvartiralar remont qilinyapti hammasi. Boshlandi o'sha. Boshlanib bo'ldi. Почти уже topshirildi remontga. Juda ham kichkina, lekin hammasi почти studiyaning varianti. Bir xona, ikki xona, mana shunaqa. Xo'p. Qarang. Yana bitta savol qarang, yozib qo'ygan savollarim bor bu yoqda. Men bo'ladi-yu o'zbekchilikda. Klient всегда прав deydi-yu. Shunga qanaqa? Men shuni tarafdorman. Klientlarimizga juda ham yaxshi muomala qilamiz biz. Hurmat qilib joyini. Nimaga? Men o'zim tajribam davomida biron kafega, restoranga kiraman-ku, sizga alohida odam sifatida muomala qilishadi-ku, sizni hurmatingiz joyiga qo'yishadi. Nimadir kerakmi, boshqa. Siz o'zingizni boshqacha his qilasiz. Xuddi shunday mijozimizga ham xuddi shunaqa muomala qilamiz. Agar nohaq gapirayotgan bo'lsa yoki ne to narsani istayotgan bo'lsa, unga yaxshilik bilan tushuntiramiz. Tushunadigan odam. Klient lekin har doim haq bo'ladi. Qo'shilasiz. Qo'shilaman. No, lekin ba'zi bir joylarga nohaq bo'lsa agar tushuntirib chiroyli qilib aytamiz. Dizaynerlar endi o'zi oyiga qancha pul topadi? Masalan, o'zingizni ayta olasizmi? Agar sir bo'lmasa, men o'rtacha bitta joyda emas, ko'p joydan topaman-ku. Endi mayli, dars beradigan joylaringiz ular institutlar, universitetlar. Частный. Men umumiy dizayn, arxitektur, mana hozir mana shu soha trendda desa ham bo'ladi. Ko'pchilik. Men ishchimni aytay, keyin o'zimni tasavvur qilasiz. Xo'p. Bitta ishchim eng yaxshi, eng katta oila olgan ishchingiz. Anaqa pasini aytmayman-da. 2,5-3,5 ming oladi. 2,5 ming, 3 ming. Ko'p ana o'sha uchun qolib ishlaydi-ku, bizda nima? Ishini nimasiga qarab, ob'yomiga, oylikka emas-da, tez qilib topshiradi yana. Bitta ishchi 4 ta ishchini joyini beradi. Shu darajada professional ishchilar. Bittasi parallelni 4-5 ta obyektni qiladi. Tez bitiramiz. Bitta o'sha dizayner aytosizmi yo? Bitta dizayner. Butun komandaga bo'lganda nima? Yo'q. Bitta komandada mana 3 ta vizualizator bor, ya'ni dizaynni qiladigan, rabochkachi bor yanada. Bitta vizualizatsiyani, dizaynni yaratadigan bolaga 4 ta 5 ta obyektni shundoq beraman, parallelni qiladi hammasini. Tasavvur qilyapsizmi? Boshqa firmalarda bitta obyektni 4-5 ta ishchiga bo'lib berishar ekan. Bu kasha bo'ladi. Uni xatosini yo men qilmadim, u qildi, bu qildi. Yo'q, mas'uliyat ham o'ziga bo'lish kerak. Почерк отдельно-ku, har xil-ku. Почерк ham bir xil bo'ladi. Mas'uliyati ham bo'ladi. Ham tez bitiradi, energiya xonasi tez o'tadi, xuddi shunaqa. 2,5 ming, 3,5 ming shunaqa topadi. Men oylik beradigan spiskam borda, yozib boraman, keyin ko'rsangiz. Shunaqa narx. Tushunarli. Endi men taxminan bildim. Menimcha kuzatuvchilar ham o'zi bilishadi. O'zi umuman olganda nima ish bo'lishidan qat'iy nazar, ishini mutaxassisi, ustasi bo'lsa, liboy sohada ham yaxshi pul topsa bo'ladi. Shunaqa.
u gapga ishonmas edim, pulni o'zi quvlab keladi deb. Ana hozir shunaqa bo'lgan. Ish reklama bermasam, boshqa sarafan marketing bu eng har bitta sohani egasi uchun eng quvonchli narsa. Klientingiz ortidan yoki sizni tavsiya qildi deb keladi-ku, bu shunaqa. Menda mana shu narsa bo'lgan, bitta voqea aytib beray. Bitta uyga borganman reklamaga. $380,000 uy edi. Uy ham qurilganiga 1 yil bo'lgan, почти yangi, aytganingizdek neoklassika stilda zo'r qilingan, did bilan qilinganligi ko'rinib turibdi-da, balki dizayner ishlagandir u yerda. Xullas reklama qildik. Ketdim. Oradan taxminan 1-2 oylar vaqt o'tdi. Uy egalari aloqaga chiqib sotildi deyishdi-da. Endi men aniq bilmadim kim orqali nima qanaqa sotildi deyishdi. Bizni nomerlarni o'chirib tashladik. Oradan shu 2 oylar o'tgandan keyin bitta akamizni telefon qilib chaqirdilar. Bordik. O'sha uydan sal 3-4 kilometr uzoqroqda, ya'ni yaqin masofa. Bunaqacha uzoq lokatsiya emasda. Bordik, syomka qildik. Sen bilanmidi Abdulaziz? Ha, bu shogirdim operatorlik qilardi o'sha paytda. Syomkani hammasini tugatib, chiqib ketib, xayrlashib, "Okey, endi bizga reklamaga pul berdilar-da. O'zi ukam qatliga qo'yasizlar" deyaptilar. "Domma, siz bizdan ko'rmaganmisiz?" deyapti. "Yo'q, men endi hozir otlari esimda yo'q, o'rtoqlari ekanda u odam. Mana o'rtog'im bo'ladi. Reklama qiluvdinglar-ku" deyapti. Ha, fasadi yashilanaqali qilinganmi? Ha, o'sha sizlarni tavsiya qilgan edi. Sizlar orqali sotgan ekan o'sha uyni dedilar. Ha, bo'ldi, tushunarli aka. Hech qanaqa anaqani media yo'q-da, faqat Telegram ishlatar ekanlar. Endi kirib turishlari mumkin, onda sonda Instagram, YouTube, bilmaydilar bizani nechta podpischimiz bor, nima qanaqa reklamaga, lekin pul to'layaptilar. Ishonib topshirdilar. Reklama qildi, pulni beryaptilar-da, qatliga qo'yasizlar deb birov so'rab qo'yaptilar. Keyin so'rasam, mana shunaqa o'sha meni o'rtog'im bo'ladi deb aytib berdilar, gap yo'q dedim. Eng qiziq tarafi o'sha odamning uyi 1 haftada sotildi. 1 haftada sotildi. Shunaqa vaziyat bo'ldiki, o'zlari bilan uchrashdik, o'zlari konkretni aytdilar. Sizlar orqali sotildi. Mana shunaqa klient keldi. U uyni sotib olgan odam mana anaqa Sag'bon tarafda edi. Novostroykasi bor ekan. Novostroykasiga chaqirdi keyin. Ko'rasizmi, o'sha bitta uy sotilgan, ikkinchisiga o'tdi, ikkinchisidan bizani hech qanaqa so'setni ko'rmasdan turib, prosta mana shu bolalar reklama qildi, sotildi degan. Ishingizni yaxshi bajarsangiz o'zi topib kelishadi-da. Endi rezultat demoqchiman-da, ha. O'sha uyni ham sotdi, Xudoga behisob shukr. Ketidan ishonasizmi, proyektini ham sotdim-da. Rosa ko'p yozishadi-da, "Mana uy proyektini bering, mana uy proyektini bering." Ba'zi bir holatlarda vaqtim bo'lmay, hammasiga ham javob bera olmay qolaman. Bir kun o'sha uyni sotganimizdan keyin Tojikistondan, Qozog'istondan yozishyapti. "Proyekt bering, yo'q deb gaplashyapman. Aka, proyekt meniki emas, uy egasiniki. Men ulardan so'rab ko'raman. Men sizga hozir nech pul deyishni ham bilmayman, yo'q dedim. Uy egasiga aytdim. "Aka, proyektingizni ham so'rashyapti, sotasizmi?" "Sotaman deb $5,000 qildirganman" dedilar. Polniy uchastkani proyekti. Hammani siz albomni ko'rsatdingiz-ku, shunaqa turibdi. Aka, narxni tushirasizmi yoki yo'qmi? Narxni tushirasizmi yo'qmi? Aka, bozor ko'tarmaydi, tushiring deb. Tushiraman. Ular masalan narx belgilashda ham yordam berasizmi? Nech pulga ketadi, ayting deysiz masalan. Maksimalni. Men nima faktorga qaraysiz narx belgilashda? Hozir uni alohida aytaman. Xullas, o'sha proyektni oldi, akaga sotdi. Keyin aka ham yomon qattiq ekanlar. "Ukam, seni xizmatingga mamnunchasi qolsin. Meni anaqamga mamnunchasi" dedilar. Xullas, uyni ham sotdi, proyektni ham sotdi-da. Undan keyin uchastkani olgan odamni ham uyni kvartirasini reklama qildik. Zo'rda, Sarafan marketing mashinasi bilan zo'r ishlaydi. Bitta joyga sotib bersangiz, o'sha 10 ta odam keladi. Siz umuman internetda ko'rmagan bo'lsa ham. Mana shu tomonda menda zo'r ishlagan. Endi uyni hozir aytayotgan savolingizga kelgan bo'lsak, borgan joyimda taxminan bilaman-da, sotiladi yo sotilmaydi.
lokatsiyasiga bog'liq. lokatsiyasiga bog'liq, narxiga, uy ichiga bundoq kiraman-ku, planirovkani o'zi ham aytib turadi-da. Endi borgan joylarimni hammasini men okey, mana buni xato qilib qo'yibsiz, mana bu ham bunaqa ekan, mana bu ham bunaqa ekan deb negativ berib keta olmayman-da. Ochig'i. Hamma o'zini bilganicha quradi, kimdirlar birinchi qurishi bo'ladi, kimdirlar 10-chi qurishi bo'ladi. Hammada xato kamchilik bo'ladi. Uni taxminan bilaman. Bu uy necha pulga sotilishi yoki bu chiqarilayotgan reklamaga qilinayotgan summalar effekt bo'lmasligini ham bilaman-da. Chunki bir xilligi pul kerak emas bo'ladi-da. Prosta sotgisi kelib qoladi, o'ylagan puliga sotilsa sotildi, sotilmasa yo'q. Shunaqa. Tushunarli. Endi hozir meni podkastim ketyapti. Sizga o'tib ketdi. Soat 2 soat bo'lib qopti. Menimcha kuzatuvchilarga ham foydali bo'ldi deb o'ylayman. O'rtoqlar, xudo xolasa tez orada ikkinchi videoni chiqaramiz, faqat kim bilanligi so'roq ostida. Deylik, uy quruvchilar bilanmi yoki uy sotadigan real estate kompaniyalar bilanmi? O'zingizlarning variantinglarni shu videoning izohlarida yozib qoldiringlar. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yinglar, kanalga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'r yengilliklar, planlar bor. Xudo xolasa sekin-sekinlik bilan bu narsalarni sizlarga e'lon qilib boramiz. Madina, endi sizga o'xshab shu sohani tanlagan qizlar bor, ayollar bor va shu bilan birgalikda bolalar ham juda ham ko'p, yoshlar. O'zingizni maslahatlaringizni bersangiz, nima etaplardan o'tish kerak, nima maslahatlar bergan bo'lardingiz? Mana shunaqa sizga o'xshab yaxshi darajalarga chiqishga. Qo'rqmasdan boshlashsin. Har bitta sohani o'zining qiyinchiligi bor. Agar shu sohani maniki desangiz, yaxshi ko'rsangiz, shu sohani oxirigacha boring. Natijaga chiqish oson bo'lmaydi. Rezultat bittada chiqmaydi. Sabr, disiplina eng muhim narsa. Men ko'p studentlik davrimdan juda ko'p mehnat qilganman, ko'p ishlaganman-da, o'qiganman. O'zimga o'zim pul topardim. Haligacha shunaqa narsa bor menda. Hech kim kimga должен emas. Boshqalardan zo'r bo'lish istadingizmi? Boshqalar qilmagan ishni qilishingiz kerak. Mana boshqalar uxlaydigan vaqtda siz 2 soat ajratib, yana o'zingizni o'sishingizga bo'lgan, uringiz oshishiga bo'lgan ilmni olsangiz, уже bitta qadam oldindasiz. Даже betonni, asfaltni bitta tomchi suv teshib biladi, qachonki bitta joyga muntazam ravishda urilsa. Nima demoqchiman? Fokusingizni maqsadingizga qarating, butun energiya qayerda bo'lsa, o'sha joyda sizning natijangiz chiqadi avtomatik. Rivojlanmoqchimisiz? Rivojlanishga nimalar kerak? Qanaqa faktorlar kerak? O'sha hammasini ilm kerak, ustoz kerak, yaxshi kompyuter kerak. YouTubedan ko'rasiz, atrofingizdagi okrujeniyani o'zgartiring. Sizni o'sishingizga sabab bo'ladigan odam yo'qmi atrofingizda? Kerak emas ular, sizni orqaga tortadigan odamlar. Shularni hammasini chalg'itadigan narsalardan cheklaning. Hamma narsasini agar siz jamlay bilsangiz, shu sohani yaxshi ko'rsangiz, izlansangiz, o'rgansangiz, albatta siz yaxshi natijaga erishasiz. Va hech kim bilan o'zini taqqoslash kerak emas. Men avval rosa taqqoslardim. U zo'r dizayner, men hali yetib kelmadim u urovingga, men samatsenkam tushardi, ruhim tushar. Bu yomon narsa. Sizda yo'q narsa, sizda bor narsa unda yo'q. Unda bor narsa sizda yo'q. Siz individualsiz. Sizni mijozingiz отдельно. Keyin bizning sohada shunaqa narsa bor ekan, eshitib hayron bo'ldim. Bizda zakaz ko'p-ku, dizaynerlarni yo'qtirmas ekan, kimda zakaz ko'p bo'lsa, shunaqa ekan, qanaqadir ko'rolmaslik bor ekan. Yo'q, hammani rizqini Alloh bergan. Meni klientlarim o'zimniki, meni stilimni yaxshi ko'radi, meni podxodimni yaxshi ko'radi. Uniki masalan boshqa. Hammani o'zini odamlari bor demoqchiman. Masalan, qancha qo'shiqchilar bor, qancha blogerlar bor, ularni qancha bozorchilar bor. Masalan, e'tibor bersangiz, bitta qator bo'lib ko'katchilar savdo qiladi. Demak, gazni bosib harakatni qilish kerak. Hech kimga taqqoslamang, siz eng zo'risiz. Faqat o'ziga ishonib oldinga. Keyin ustozni qattiq hurmat qilish kerak. Men ustozim haqida gapirmadim-da. Bitta dona ayting. Ustozim Marina Rostislavnaga rahmat. U kishi sabab men shu yerdaman, shu urovingdaman. Ular bo'lmasalar men hech qachon kelmas edim. Gap yo'q. Men sizga ham yana bitta savol. Ishingizni qarang, qolib ketibdi. Nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi?
ochiqchasiga yo'q. yoqmaydigan tarafi yo'q yo'qmi unaqasi? qattiq yaxshi va ko'raman. kimdadir bo'ladi-ku, Yo'q. masalan menda ham bo'ladi, ishimni yoqmagan taraflari. Uxlamasdan ishlashga tayyorman даже, shu darajada yaxshi ko'raman. Yo'q, ishimni. mehr bergan ekansizda ishga unda. Yoqmaydigan tarafi umuman yo'q. Yo'q, umuman yo'q. Gap yo'q. Hammanglarga rahmat, o'rtoqlar. Videoni oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Xayr. Bo'ldi, tugadi.